Assalomualaikum qarindoshlar, tekrar yana bir bo'lgan bir vaqalikni sizlarga deb qo'yishni zarur ko'rdim. Bo'libmi Sharq Turkiston Kanada jamiyatimizning tarafsiz turganligining foydali yeri nima, ziyonli yeri nima to'g'riliq. Hammalar bilsizlarmi, albanlik tadqiqotchi Olsi Yazıcı degan kishini tunji bo'lib vatanimizga berib, vatandagi shu lagerdagi qarindoshlarimizni video qilib taqib dunyoga taqatgan kishi shu Olsi Yazıcı degan. Bu o'zini taqvo mu'min kishi ekan bu. Xitoyning millionlab bergan pulni rad qilib, Alloh rizoligi uchun shu YouTube kanallarida tunji qitim shu lagerning ichidagi shu bichara tantirab turgan qo'y ko'zlari paqirab turgan, ko'zlari yig'lab, chiroyida yog'an kulki turgan shu qarindoshlarimizni ko'rib hammamiz azoblangan. Shu qarindoshimiz Kanadaga kelganda bu Sharq Turkiston Kanada jamiyatining raisi To'g'ri Abdulla bilan paranglashib, buni chiroyli bir kutib olgan bo'lsa, buni qahramonlarcha kutib olaylik, chunki Uyg'urga to'lgan badli nihoyat cho'ng bu kishining deb paranglashdim. To'g'ri Abdulla oldiga chiqib avaldigan bo'ldi. Keyin aytavur, xato chiqib oldim, topolmadim, xato terminalni deb birib deb ko'rishamagan bo'ldi. Keyin Toronto nima Turk masjidida bu kishini kutib olgan bo'ldik. U yerga kechikib kelibdi To'g'ri Abdulla. Keyin ikkinchi qatim kelganda bular ko'rishga urinmadi. Biz Ruqimda, Mayrada, Parman qarindoshlarimiz bularni nurg'un pul bilan, iqtisod bilan ta'minlab, u yerlarga olib, bu yerlarga olib, so'ziltib, otvolarga olib, akilib, shunday chiqimlarni qilib yaxshi kutdi. Keyin men to'yg'im bilan paranglashib, bu rais bo'lgandan keyin chiroyli kutib qo'ysang olmamdi desam, to'lqinqam telefon qilib ekan, ko'rashma deganda, bular Rosha Abbosni shu Amerikaningki CIA'ningki adimi deb ekan, uning ustiga Amerikani qaralab maqol yozdi ekan, shunga buningga yaqin kelsak bo'lmaydi ekan deb shunday dedi. Shu gibidan nihoyat hayron qoldim da bu. Bu Amerikani yaxshi ko'ramdi, bu ko'mamdi o'zining ishi. Bu Rosha Abbosni CIA'ning adimi demdi, uni buni demdi, u gaplarni men bilmayman hatta degan taqdirda bu kishiningki Uyg'urlar uchun to'lagan badli nihoyat yuqordi. Şu günden başlap ben bu nemişki bu kurultay görüşmez deb kallamda ötmegen. Hem de hazır bilsem demek şu Sharq Turkiston Kanada jamiyati kurulgandan beri şu Dünya Uyghur Kurultayının azat teşkilatı olgandan ki şularning teglik teşkilatı olgandan ki şulardan yolu yoruq ilip kim bilen görüşüş, kim bilen görüşmeslikni şular belgileydi ki. Şundan ben hayran qalgandim. Şuna Sharq Turkiston Kanada jamiyatininki tarafsız turganligi, üzümüz iyi bulalaydigan, üzümüz kim bilen görüşümüz, nima deymiz, üzümüz diyalaydigan bir holatda bo'lishimiz nihoyat muhim ki deb o'ylagandim. Ki u kishini Londonga chaqirdim, bizning uyimiz London qarindoshlar chiroyli kutib oldik. Rasmiy tushib xotirjam qildik. Hatto ketishda yana telefon qilib, ish bo'lmaganda $200 mana bir rahmat lo'ngisi beraylik desak, shu $200 berish hajmi de hisobda. Demak, badal pulni chiqqandan keyin badal pulni qanday yerga ishiltish? Uyg'ur uchun badal to'lagan shunday qahramonlarni bir oldiga chiqib kutib olish, ish bo'lmaganda rahmat lo'nqisini yasitish bu aqlga muvofiq deb o'ylayman. Onun sir to'lqin esa ikki qatim keldi. Butun Toronto, Kanada hammani birla cho'gildi. Ularga nurg'un pul ketdi qarindoshlar. Ammo ma qarindishimiz Uyg'ur uchun badal to'lagan bir yot albanlik qarindishimizga $200 pul to'lash bularga nihoyat ig'ir kelgan ekan. Men hayron qolgan. Chunki voqea haqiqiy bo'lgan ishni degim keldi qarindoshlar. Badal pulni ilish 11 hunar. Olganda joyida ishlatishmi, uningdan bekrak hunar bo'ldi ekan-chu. Ba'zan qarindoshimiz badal pulni to'laytib, to'yjini yoqib hech qanday siyosiy faoliyat qatnashmagan qarindoshlar bor. Undaq a'zo bo'lish nimaga oson? Menga ajoyib xo'sh vaqtda $5 berib, yeshak olsam nima degan go'zal. Endi kim meni saylanish huquqim bo'ladi. Ajoyib chiroyli, go'zal-a? Şuna boğaçlar, şu qarindoshlar ama haqiqiy bu ras bir hikoyani degim kelib qoldi. Şuna takrorlayman, Kanada Sharq Turkiston jamiyatining mustaqil o'z-o'ziga ega bo'lgan, dunyoda hech qanday bir tashkilotlarga a'zo bo'lmaydigan mandaq mustaqil turishimiz, bundan keyingi taraqqiyotimiz, bundan keyingi har partiya, har tashkilot qarindoshlarimizni birga tutib turishimizda intayin zo'r, intayin muhim rol o'ynaydi ekan qarindoshlar. Şuna 6-madda bizning jon tomirimiz, buni o'zgartirmaydi ekanmiz, o'zgartmaymiz. Shuning uchun kurash qilib keldik. O'tgan yildan boshlab agar mushtunga tushadigan qarindishimiz To'yg'un Abduvali yuzni ko'rsa, istipasini chiroyli berib, Ruqiya Turji xonim bilan saylab qatnashsa, agar To'yg'un Abduvali futib qolsa, raisimiz deb qabul qilamiz, agishimiz, qo'llaymiz.